bugun e'tiboringizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan stok holatdagi Nexia 1 ko'rsataman. Mashina haqiqatan juda chiroyli holatda, 90 talik metan gaz, benzinga ham yuradi. Kraskasi top toza ekan, faqatgina bitta oldi krilosida va kapotda petnolar bor ekan. Qolgan joylarini bemalol tekshirib olaveradi egalari. Mashinaning salon qismlari ham juda chiroyli holatda. Egalarda mana shunday stok holatdagi Nexia 1 like bosishga arziydimi? Like bosib keting jigar. Yurgan probegi esa 6 kun yurgan o'zini radnoy probegi. Lekin mashina 6 kunga qaraganda sostenasi o'ta go'zal holatdagi mashina. Mashinamizga Pioneer original magnitofon kolonkalarigacha qo'yilgan ekan. Qutlari ham bor. 1.5 dons motor bilan jihozlangan. Mashinaga qilinadigan xarajat bor yo'q 4 ta ballonni qaratib olasiz, boshqa bir so'm ishi yo'q. Mashinani o'zlari uchun chiroyli mehr bilan tayyorlab qo'ygan ekan. Bemalol egalariga telefon qilib turib, narxini kelishib olaverasizlar. Bizga aytilayotgan narx 36 million so'm deyapti. Jicha o'tib beraman deyapti. Dokumentda hech qanaqa muammosi yo'q. Xohlagan dokument qilib beraman, xohlasa onlayn deb endi xohlasin, general deb xohlasa oformlashni qilib olsin deyapti egalari. Egasidan so'raganlar uchun mana shu 2005-yilda ishlab chiqarilgan chiroyli holatdagi Nexia 1 Dons. Mana shunday chiroyli mashinalarni olib chiqishimiz uchun albatta podpiska tugmasini bosib qo'ying. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab olishlaringiz mumkin.